Assalamu alaykum hörmətli savaqdaşlar. Aqida dərsimizə xoş gəldinglar. Biz bugün aqida dərsimizin 8-ci dərsini oxuyumuz. Biz ilgirki saatlik dərsimizdə imanның haqiqati, mahiyyəti bilan tanışıb çıxaydıq və iman babında, imanның uqumida xatalışıb ketgan azğın firqalar bilan tanışıb çıxan. Əmdi biz bugünkü dərsimizdə imanni buzub ötadigan, imanni buzğuchi amillar haqqida tanışıb çıxımız. Onda olsa biz dersimizde başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Nevaqidul iman. İmanni bozgucu amillar. Endi imanni bazı söz bozsa, bazı iş hareket bozudu. Bazı itiqad bozudu. Demek imanni söz, amel ve itiqaddan ibaret 3 narsa qanday qiladi? Bozib o'tadi. Sözlerden qay sözler bozib o'tadi deganda, birinchidan qavl, söz. Sözden dinni tillash, ya'ni islom dinini tillash imanni buzib o'tadi. Islom dinini tillagan bo'lsa birisi, bu imondan chiqib ketadi. Ikkinchisi as-suhriyatu minallohi aw rasulihi aw dinihi aw ayatin min kitabillah. Allohni masxir qilish yoki uning elchisini masxir qilish yoki uning dinini masxir qilish yoki Allohning kitobidan bir oyatni masxir qilish imandan chiqarib o'tadi. Bu so'zdan ikkinchi qilib imandan chiqarib o'tadigan imanni buzg'uchi omil. Bu haqda Qur'on Karimda aniq oyat bor. Uchinchisi men kafir, ana kafir deganga o'xshagan so'zlar imandan chiqarib o'tadi. Va ma shabaha zalik, ya'ni shunga o'xshash. Masalan, men xristian, men buddist deyish bu imanni buzg'uchi, imandan chiqarib o'tadigan ishlar. Endi amelden nimalar imandan chiqarib o'tadi, nimalar imanni buzib o'tadi desak, amelden birincisi butqa sajda qilish. Butlam emas, boshqa dinning ibodat qilgan narsaga shu itiqod bilan qada qilish, ibodat qilishmi imanni buzib o'tadi. Ikkinchidan tahriful Qur'on lafzan aw ma'nan. Qur'onni ya lafzini ya ma'nisini qasdan qada qilish, o'zgartirib o'tish. Tafsir qilgan vaqtida o'zining manfaati uchun yoki boshqalarning manfaati uchun o'zgartib tafsir qilishma, bu qasddan shunday qilgan bo'lsa, imanni buzib o'tadi. Chunki bu Allohning kalomi, chaqchaq qilgan narsa emas. Uchinchisi libsus salib, ya'ni xristianlarningki salibni qada qilish, kirist belgisini esishmi imandan chiqarib o'tadi. Agar bilib bir odam yana asqan bo'lsa, bu imoni buzilib ketadi. Shundaqla har qanday bir dinning simvollik narsasini bilib turib kelgan bo'lsa, bu imanni buzib o'tadi. Uningdan keyin kofirlar bilan birlashib musulmonlarga qarshi urush qilishmi imanni buzib o'tadi. Endi itiqoddan nimalar imanni buzib o'tadi, qanday itiqod qilish desa, birinchidan annalloha salis salasa. Allah 3 xristianlarga o'xshash, masalan, Allah 3 deb qarashimichu imanni buzib o'tadi. Ikkinchidan al-i'tiqod bi annalloha zolim. Allah zolimgan maqama desaklam iman buzilib ketadi. Yoki buni itiqod qilsak, qalbimizda iman buzilib ketadi. Uchinchidan Rasululloh yolg'onchi, hadis padis, ko'ta unda hadis padislarini yoki Rasululloh degan yolg'onchi o desa yoki shundoq bir itiqodni qilsa, imanchi buzilib ketadi. Undan keyin an-nifaqul akbar, ya'ni bir nifoq bo'lsa, qalbin iymon etmagan, qalbini yoki iymondan chiqayotgan bo'lsa, og'izda musulmon dedi, ammo qalbida Allohga ishonmagan bo'lsa, yoki ishonmaydigan bir e'tiqod kelgan bo'lsa, bu iymonni buzib o'tadi. Hamda diqqat, yuqoriqilar imanni buzib o'tadigan ishlarningki muhimlari va biz ko'p uchraydigan bir qismlari, hammasi emas. Endi yuqoriqi imandan chiqarib o'tadigan bu ishlarni bir odamni ko'rsak, uningga bevosita kofir deb hukm qilandik, hargiz unday emas. Nimishqa? Kofir deb hukm qilish boshqa, imanni buzg'uchi omil boshqa. Chunki bir odamga muayyan shaklda kufr deb hukm qilish, uning nurg'ulg'an shartlari va qoidasi va o'lchamlari va shu shartga tushgan vaqtida
u odam shu gapni qilgan vaqtida majburlandimi yoki bir hayajonlanib ketib o'zini tutolmay deb soldimi yoki tili xato ketdimi yoki u odamning shu gapni qilgan gapini bir to'g'ri tortib tushungili ya'ni tavil qilg'ili bo'lamdi bo'lmamdi bu taraflarning hammani surishti qilib bo'lgandan keyin aniq bo'lsa undan keyin hukm qilg'ili bo'ladi bo'lmasa bevosita bir odamdan bir gapni anglabla mundaqkan debchu hukm qilg'ili bo'lmaydi hatto bir odamning qur'onga dastaganini ko'rsangiz siz u odamni kofir deb hukm qilolmaysiz nimishqa chunki qur'on emas boshqa narsa deb dastlab qilgan bo'lish ehtimolichu bor berib qarab boqib ma qur'on ko'rdingmi desa qur'on ko'rdim desaymi desa undan keyin kofir bo'ldi u yoki u ko'mabdimi desa kofir bo'lmadi shunga kufrlik degan boshqa bir odamga muayyan shaklda kufr deb hukm qilish deganchu boshqa biz buni oldin o'zimiz tepilib qolmaslik uchun boshqalar tepilib qolsa ogohlantirish uchun o'rganyapmiz hamda biz tuanda kufr degan nima u kufr deb boshqalarga hukm qilishninki nimalari qoidasi qaysi tuanda so'zlaymiz shunga bu navoqiz islomni o'qiganlar cho'qim keyindan mavani'ut takfir boshqalarni kufr deb hukm qilishni cheklab qo'yadigan omillar bor buni cho'qim ko'rish kerak biz buni bu darsimizda so'zlaymiz endi oldin biz kufr haqida bir tushunchaga ega bo'lib o'taylik kufr degan nima kufr deganimiz lug'at jihatda yo'gash degan ma'noda yo'gash masalan dehqonnimi arab tili lug'at jihatda kofir deydi nima uchun u urug'ni ko'mganlik uchun yo'ganlik uchun bu lug'at ma'nosi kufr deganimiz lug'at jihatda as-sitr va tag'tiya yo'gash yepish degan ma'noda istilohiy jihatdan desa buni istilohiy jihatdan tushuntirish uchun buning turlarini bir tushunib o'taylik kufr ikki turlik bo'ladi birisi cho'ng kufri yana birisi kichik kufri bu cho'ng kufr degan qanday kufri desak cho'ng kufr deganimiz huwa takzib aw istihlal aw istikbar aw i'rad aw shak fi shay'in mimma ja'a bihi ash-shar'ul mutahhar cho'ng kufri ya'ni islomdan chiqib ketgan biz kofir deb hukm qilgan kufr qanday bo'ldi desa u takzib yolg'onga chiqarish nimani yolg'onga chiqarish qur'onni yoki payg'ambarimizni yoki ilgari kelgan kitoblarga ishonmaslik yolg'onga chiqarish shariat olib kelgan narsa nima bo'lsin shuni qanday qilgan bo'lsa takzib yolg'on deb yolg'onga chiqargan bo'lsa yoki uni halol sanagan bo'lsa ya'ni shariat harom qilgan ishni birini halol degan bo'lsa yoki istikbor bo'yin tortgan bo'lsa cho'ngchilik qilgan bo'lsa Alloh namoz o'qing degan dedi shundaqo endi buni anglagan odam o qanday qilaman men do'ng yo'q deb o'zini haqovlik boshlatgan bo'lsa yoki i'roz yuz o'rgan bo'lsa ya'ni iymon deb angladi ammo anglamayman bu gaplarni bir anglamayman deb yuz o'rgan bo'lsa bumuchu kufrlik bo'ladi aw shak fi shay'in mimma ja'a bihi yoki shariatimiz olib kelgan narsalarni birini shak qilgan bo'lsa masalan Alloh taolo haroqni harom qildi desa bu haroq harom emasdi bilib turib nima uchun bu harom emasdi bu haroq degan Alloh taolo jazoni harom qildi bu jazon degan nimish harom bo'lgudek bu foyda tursa bo'lma tijoratga o'xshash bu deyishmi bu kufrul akbar cho'ng kufrlik demak shariatimiz olib kelgan narsani shakllanish uningdan yuz o'rish ya'ni uni anglamaslik uningga oldini qilmaslik yoki uningni cho'ngchilik qilish yoki uni halol sanash yoki yolg'onga chiqarish bu kufrul akbar bo'ladi unda o'zi kufrul asg'archi desa bu islomdan chiqib ketmaydi cho'ng gunoh o'tkazgan bo'ladi kufrul asg'ar deganimiz kullama utliqa alayhil kitab kullama atlaqa alayhil kitab aw sunnatu kufran kitob ya'ni Qur'on va sunnat uning kufr deb atagan ya'ni kufr degan bu lafzni ishlatgan ammo cho'ng kufr darajasiga yetmagan ishlar buni aytib ko'p masalan man halafa bi g'ayrillahi faqad ashrak yoki bir rivoyatda man halafa bi g'ayrillahi faqad kafar Allohning boshqasi bilan kimki qasam qilsa kufr oldi desa bu cho'ng kufr bo'lmaydi kichik kufr bo'ladi masalan hadisda sababul muslimi fusuqun va qitaluhu kufrun musulmonni tillash fosiqlik uni bilan urushish uni o'ldirish kufrlik dedi bir musulmon o'ldirayotgan bo'lsa cho'ng jinoyat ishlagan bo'ladi ammo iymondan chiqib ketmaydi demak bu yerda kufr degan lafzi keldi ammo cho'ng kufrga tushmadi ya'ni u bir narsani yolg'onga chiqarmadi cho'ngchilik qilmadi shariat olib kelgan narsani shakllanmadi ammo bir jinoyat ishladi buni Qur'on hadis deb atadi kufr deb atadi bunday bo'lgan bo'lsa
bu kufrul asgar bo'ladi. Bu kufrul akbar olsun bo'lmoqchi, kufrul asgar olsun bo'lmoqchi. Buning hukmi farq qiladi. Ya'ni kufrul akbarning hukmi yahruju sahibuhu minal islam. Kufrul akbarga chiqib qolgan odam islomdan chiqib ketadi. Do'zaxda mangu qilish vojib bo'ladi. O shafaat qiluvchilarning shafaatiga erishmaydi. Rasulullohning shafaatiga erishmaydi. Tuqqanlardan birisi shahid bo'lgan bo'lsa, o shahidning shafaatiga erishmaydi. Kufrul asgar uchun desa, kufrul asgar la yunaqidu aslul iman. La yunaqidu aslul iman. Bu imanning asliga zid kelmaydi. Yani aslini yo'qqa chiqarib etmaydi. İmanın aslini yo'qqa chiqarib etmaydi. Ne qanday qiladi? Bal yunaqisuhu. İmanın asli qarash kelmaydi va bal yunaqisu, balki uni kamiltitadi. İmanni kamiltitadi va uni ojizlashtirib etadi. Onun kichik kufrni qilgan odamdan islom sifati, musulmonlik sifati ilib tashlanmaydi. Bu kufrning egisi, ya'ni kichik kufrni o'tkazgan odam shafaatchilarning shafaatiga erishadi. Ya'ni Allohning izni bilan shahidlar shafaat qila oladi, payg'ambarimiz shafaat qila oladi. Endi biz yuqorida nima o'rgandik desanglar, imanni buzib o'tadigan, imanning buzg'uchi omillarni o'rgandik. Imanni buzg'uchi omillarni o'rgandik. Endi biz shu imanni buzg'uchi omillarni bir odamda ko'rsak, biz uni biroz kufrda hukm qila olamiz. Tuvandagi 4 ishni surishti qilmay turib kufrda hukm qilmaymiz. O qaysi desa, birinchisi al-xato. Ya'ni shu odamdan degan gapida yoki qilgan ishida yoki e'tiqod qilgan ishida xatolik, ya'ni sahvallik bormi yo'qmi? Bu xato degan nima desanglar, buni texnik tafsir tushuntirsak, faman axtoa, kimiki xatolashib ketsa, labzida, ya'ni ig'zi qanday qildi? Xato ketdi. Onda demakchi emas u, ammo kufr gapdan birini ig'zi xato ketib, tili xato ketib deb soldi. Yoki bir gapni kufr so'zidan birini qildi, mishqa ughliqa alayhil fahmu. Uning tushuncha yetib qoldi. Ya'ni tushunmay xato gap soldi. Tushunmay yoki boshqa bir tilda shu kufr gapdan birini qildi. Tushunmasdan qildi. Aw g'alabat alayhi dahsha, yoki uningga dahshat g'olib keldi. Ya'ni hayajonlanib ketdi. Favqulodda qanday ketdi? Hayajonlanib ketdi. Hayajonlanib ketib, fatakallama bima huwa kufrun bighayri qasdin. Maqsadsiz holda kufr gap bilan gapib soldi. Lam yakfur. Buni bo'lmaydi, kufr olmaydi. Demak, bir odam labziy jihatda til xato kelsa, yoki tushunmasdan degan bo'lsa, yoki qattiq hayajonlanib ketib, kufr gapdan birini qilgan bo'lsa, qattiq hayajonlanib ketib, kufr gapdan birini qilgan bo'lsa, ya'ni kufrlikni maqsad qilmadi deb solgan bo'lsa, bu kufr olmaydi. Masalan, buning dalili bir odam cho'lda tugisi bilan ketib o'tib, tugisi yo'qolib ketdi. Bu odam uxlab qoldi, uyg'onsa, hech qanday bir narsa yo'q, chiqolmaydi cho'ldan. Uyg'onsa, qashida tugisi paydo bo'ldi. Keldi yana. Bu odam bu xushalliqdan, bu hayajondan Allohumma anta abdi va ana rabbuk. Ey Alloh, sen mening qulim, men sening Robbing dedi. O'ylab boqing, nima degan ig'ir so'z. Xuddi Fir'avnga o'xshash, hatto Fir'avn degan so'zdan ig'ir bu so'zdan kelabza qilsa. Fir'avn degan ana rabbukumul a'la degan. İnsanlığa ben sizlerin Rabbinlar degan. Ama madem dedi Allah'a sen benim kulum dedi. Fir'avn agip bilen kafir oldu. Lekin madem Fir'avn'ın eğri gap turup kafir olmadı. Nima için? Madem hata ketdi. Tili hata ketdi. Demek bir adamda kufr sodir bo'lgan bo'lsa, tili hata ketdimi yoki uni tushunmasdan dedimi yoki hayajonlanib hushini yo'qotib dedimi? Buni surishti qilish lozim. Agar shunday qilib qolgan bo'lsa, bu odamni kufr degan olmaydi. Ikkinchidan al-ikroh tam. Bu odam majburlandimi? Bir odam kufr ishlamini qilgan bo'lsa, yoki kufr so'zini bilan degan bo'lsa, bu odam majburlandimi yoki ixtiyorlik bilan dedimi? Buni qaraymiz. Bu majburlik ikki xil bo'ladi. Birisi tam bo'lgan majburlanish, yana birisi ikroh naqs. Yerim bo'lgan, kam bo'lgan majburlanish. Tam bo'lgan majburlanish qanday bo'ldi desanglar, uni o'ltirish bilan yoki badandagi a'zolarning birini buzib o'tish, kesib o'tish bilan
yoki uni sulab quyish bilan yoki uni qattiq qiynash bilan majburlagan bo'lsa, bu ikrohu tam bo'ladi. Bu vaqtda bu odam kufrning bir gap so'zni bilan qilgan bo'lsa, qalbi iymonga tushaq, ammo shu majburlangan holatda kufr so'zni bilan qilib solgan bo'lsa yoki kufr ishni bilan qilib solgan bo'lsa, bu odamdan bo'lmaydi, kufr bo'lmaydi. Chunki bu odam majburlandi. Ammo til bilan tillash bilan tillagan bo'lsa, majburlandim desa, bu majburlangan bo'lmaydi. Yana birga shu majburlagan odam shu tahdid solgan ishini cho'qim qila oladigan, uni yurgiza oladigan bo'lish kerak. Kichik boldan birisi, "Men seni o'ltirib o'taman, kufr gap qilmasang" desa, kufr gap qilgan bo'lsa, bu inson emas. Cho'qim shuni o'ltirib oladigan bo'lish kerak. Endi kitob qaraydigan bo'lsak, ikroh tam deganimiz hamlil g'ayr ala ma la yardahu qahran. Boshqalarni rozi bo'lmaydigan ishqa majburiy ko'tirish. Uni majburiy qana qilish ko'tirish. Masalan, Rasulullohning sahobalaridan Ammar ibn Yasir degan sahobi kufr so'zini birini qildi. Qanday holatda qildi? Ko'z oldida uning kufr gapni qilishi uchun onasini o'ldirib etdi. Uni qiyin qistoqqa soldi. Solgan vaqtida majburlanib turib qana qildi? Kufr gapni birini qildi. Sahobalar Ammar ibn Yasir tugashdi, u kufr gapni qildi dedi. Ammar ibn Yasir Rasulullohning qashiga yig'ilgan holatga keldi. Rasululloh nim dedi? Ammar, qanday his qilyapsan dedi. Ammar ibn Yasir qalbi mutmainnun bil iman. Qalbim iymonim to'lgan ey Rasululloh meniki dedi. Payg'ambar alayhisalom dedi, Ammar va in aadu fa'ud. Agar seni ular yana majburlasa, yana qayt. Agar seni yana shunda majburlab qolsa, yana kufr gap qilsan. Demak, qalbing menga to'shaq. Alloh taolo nim dedi? Kufr gapni qilish, kufr gapni qilgan odamga Allohning g'azabi bo'ladi, lekin illa man ukriha va qalbuhu mutmainnun bil iman. Lekin majburlangan, qalbi iymonga to'liq xotirjam bo'lgan odam bundan mustasno deb oyatni tushirdi. Demak, mashinaga o'xshagan bir majburlangan holatda kufr gapni qilgan bo'lsa, bu odamdan iymon chiqib ketmaydi. Bu odamni kufr deb hukm qilishga qat'iy bo'lmaydi. Uchinchisi at-ta'wil, ya'ni kufr gapni qilgan odamning gapini bira to'g'ri tarafiga tortib tushunish ehtimoli bormi? Qaysi jihatda? Yoki lug'at jihatda, til jihatda yoki shariatda to'g'ri tortib tushunish ehtimolimi bormi? Agar shunday bo'lib qolsa, bu odamning gapiga asosan kufr deb hukm qilib bo'lmaydi. Ya'ni at-ta'wil sa'igh, ya'ni at-ta'wil sa'igh deganimiz shariatda uning o'rni yoki tilda uning o'rni bo'lgan ta'wil, ya'ni tafsir, tushunish, bir tarafga tortib tushunish. Masalan, ba'zi mutakallimlarning ta'viliga o'xshash. Ya'ni ba'zilar Qur'on Karimdagi ba'zi Allohningki qo'li deganning hammani Allohningki qudrati deb tafsir qiladi. Bu ta'vil sa'igh. Bu qabul, ya'ni uningki til jihatdan nimasi bor, o'rni bor. Shunga unda tafsir qilgan odamni kufr deb bo'lmaydi. To'rtinchisi jahli, uqmaslik, bilmaslik. Ya'ni bir odam uning kufr so'z ekanligini yoki qilgan gapining nima degan ekanligini bilmagan bo'lsa, bu kufr bo'lmaydi. Ya'ni xulun nafsi min al-ilmi, ya'ni uning ko'nglinki bilimdan xoli bo'lishi. Masalan, bilmasdan bir gapni qiladi yoki bir e'tiqodni qiladi, uning haromligini bilmasdan qilgan bo'lsa, buni kufr deb bo'lmaydi. Cho'qim uning kufr ekanligini, kufr so'z ekanligini qanday qilish kerak? Bilish kerak. Masalan, Allohni tillashga o'xshashimda uchuq hamma odam bildigan yerda bu o'zirlar berilmaydi. Allohni tillagan bo'lsa, buningda bilmay deb soldingizmi? Chunki Allohni masalan hamma bir ilohning borligini hammadan biladi-ku. Shunga o'xshagan. Ammo boshqa undan boshqa har qanday navaqidil imonlarda jahli, ta'vil, ikrohit tam, al-xato hammasi shart. Yuqori qishlarni surishti qilmaydi, boshqalarni cho kufr degilar bo'lmaydi. Bu kufr babida nihoyat muhim bir qoida bor. Hammanglar cho'qim obdan bilib olinglar. O'qaysiz etsanglar, qoida muhimma fi takfir. Takfir boshqalarni kofir deb hukm qilishning muhim bir qoida itlaqul kufri ala nafsil fi'li. Bir ishni kufr deb atash la yastalzimu kufru fa'ilihi. O ishni qilgan odamni kufrga chiqarishni lozim qilmaydi.
Ya'ni biz yuqorida navaqizli iymonni o'rgandik. Ya'ni kufrga chiqadigan, odam qilsa yoki desa kufr bo'lib ketadigan ishlarni o'rgandik. U ishlarni kufr bo'lib ketadi deganligimiz shu ishni bir odamning qilganligi bilan u odamni kufrdan deganlik emas. Qaranglar, itlaqul kufri ala nafsil fi'li. Bir ishning o'ziga kufrni ishiltish u ishni qilguvchining kufr ekanligini lozim qilmaydi. Demishqa, tuvandagi shartlarga sanmay turib, unda degilanmaydi. Tuvandagi shartlarga tushib qolsa, kufr degilanmaydi uni. Unda bo'lsa vaqtdoshlar, bugungi darsimiz mushu yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. رأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست